Men sizlar bilan juda ham chiroyli yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Patsientkamdan rosa chiroyli otziv oldim. Bu patsientkam 3-aprelda menda Toshkentda operatsiya bo'lgan ekanlar. Nitевой lifting промежности, ya'ni vagina plastikani vaqtinchalik zaменять qiladigan operatsiya qilingan ekan. Patsientkamizda ikkita tug'ruq bo'lgan. Ikkita tug'ruqdan keyin полностью ochilib ketgan, o'sha choklar bo'lgan, choklar ochilib ketgan, juda ham xunuk chandiq bo'lib ketgan. Bularda zaпрос keyinchalik yana homiladorlikka harakat qilish. Hozir tug'ish planda yo'q, lekin 2 yildan keyin tug'ish planlari bo'lgani uchun vagina plastika qila olmaymiz. Sabab через естественные родовые пути tug'a olmaydilar va hozir bularga vaqtinchalik vagina plastikani, ya'ni nitевой lifting промежности operatsiyasini o'tkazdik. Alhamdulillah, rezultat вообще super bo'ldi. 3 ta ketma-ket yozyaptilar. Demak, bu degani prosta jinsiy aloqa bo'lgan. Mana 6 haftadan keyin juda ham chiroyli otziv oldim. Otzivlarni o'tkazib yubormasdan o'qishlaringlarni tavsiya etaman. Agar sizda bitta tug'ruq yoki ikkita tug'ruq bo'ldi, lekin bu dushim yana tug'ish niyatingiz bor, обязательно vagina plastika 3 yildan keyin, 4 yildan keyin qildiraman deb kutish shart emas, chunki bu bilasizlar напрямую jinsiy hayotda o'zgarishiga olib keladi. Поэтому intimniy hayot juda ham chiroyli bo'lishi uchun vagina plastikani kutish shart emas. Hozirgi kunda vaqtinchalik vagina plastika nitевой liftingga обращаться qilishingiz mumkin.